Oldu. Qora sumka. Tashadi yana. Bo'ldi, oldi. Bugungi kunda giyohvandlik vositalari savdosi va ularning noqonuniy tarqalishi butun dunyo hamjamiyatini jiddiy xavotirga solayotgan transmilliy tahdidlardan biriga aylandi. Giyohvandlik vositalarining kontrabanda yo'li bilan mamlakat hududiga olib kirilishi minglab insonlar taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatib, kelajak avlodning sog'lom hayotiga putur yetkazadigan o'ta xavfli jinoyat sifatida baholanmoqda. Qo'shni davlatlar orqali transmilliy jinoiy uyushma a'zolari tomonidan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari kontrabanda yo'li bilan olib kirilishiga chek qo'yilib, minglab yurtimiz aholisining zaharlanishi oldi olindi. Toshkent viloyatining Qibray tuman hududida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri natijasida 1989-yilda tug'ilgan 2 nafar fuqaro o'zlariga tegishli avtomashinada Qirg'izovul mahalla hududiga kelib, dala maydoniga ko'milgan 21,5 kilogramm gashish, opiy va metamfetamin giyohvandlik vositalarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sumkani nima qilmoqchisiz olib? Shu okey. Mashina bor. Sumkani olib, o'tishmoqchisiz. Xolislar ishtirokida ishchi sumkani ochamiz. Ko'rasizlar, xolislar. Mazkur holat yuzasidan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan.